Qizlarjoylar ko'plaring so'rayapsizlar, bu elektron epilyatsiya nima? Elektron epilyatsiya ortiqcha tuklardan xalos qilib beradi va bir umrga yo'qotib beradi. Ozgina profilda kiringlarda kuzatsalaring, men u yoqda ma'lumot berib o'tganman. Bu lazerli epilyatsiya emas, bu mana bunaqa kichkina apparatda ishlaniladi va mana bunaqa kichkina liniyada ishlaniladi qizlarjoylar. Profilimda men qanaqa ishlash jarayonlarini qo'yib qo'yganman. U iziga kirib olganda hisobiga, tomirni olgani hisobiga umuman chiqmay ketadi sizlarda tuklar. Bir umrga, bu vaqtinchalik yoki 2-3 oygami yoki 2 yil 3 yilga emas, bir umrga chiqmay ketadi. O'shaning uchun elektron epilyatsiya bu. Lazerli epilyatsiya emas. Qashqadaryoda, Yangi bozorda oldida Mubinaxon salonining ichidamiz. Gulnora opani oldiga keldim desalaring, ikkinchi etajda ko'rsatib yuboradi sizlarga.